Buni bironing hamshira va ona birodarlarga agar Ramazon oyi chiqib keladi dedi, mukammal belimizni bog'lang. Inshaalloh bu muborak oyda men tutaman. Shoyat men oyandagincha mumkin tirik qolmasam. 1 yil gunoh qildim, men ma'siyatga giribtor bo'ldim. Bu muborak oy hargiz ijozat bermayman qoldan kelsa. Xush bo'linglar. Agar mardikorsiz, agar ustakorsiz, agar hayyotsiz, har narsaga borsiz, bu muborak oyda kelganiga xafa bo'lmaylar, Xudoning xohlasa. Xush bo'linglar, alhamdulillah. Bu oyga talosh qiling o'zimizni. Agar ishingiz ko'pdi, ishingizni kamittiringlar. Imom Malik rahmatullohi alayhi muborak Ramazon oyi kelsa, darsi hadis aytadilar, darsi hadisni tark qiladi. Faqat masrufi Qur'on, ibodat, tilovat bas. Agar siz ham hamshira qila olasiz, bu muborak oyga ishlaringizni kamittiringlar. Ramazon oyi tanho yeyishlik, ichishlik, yotishlik emas. Ramazonga buni aytmaydi, siz faqat yaxshi g'izo pishiring. Hey, biz sahar tursamiz, bu oqshom nima pishirsam, sarxonlikka nima pishirsam, faqat yemoq, ichmoq buni uchun emas. Va yerlar ham buni xotirlardan taqozo qilmasa, bu oy yeyishlik, ichishlik oy emas. Ham yeng, iching o'z holatiga, faqat ma'naviyatlaringizni ko'paytiringlar. Yaxshi bandalik qilinglar, ibodat qilinglar, istifoda qilinglar. Qilolasizlar, 11 oy hamma ishga masruf bo'ldingizlar. Bu oy mardikorsiz, ustokorsiz, hayyotsiz, boshqa narsasiz ishingizni tark qiling. Faqat ibodatga masruf bo'ling. Masjid, tilovat, ibodat, axirat, din, dars, ta'lim o'rganing. Agar buncha ham qila olmaysiz, hadda aqal barnomangizni kamittiring. Hamisha ro'zona 5 soat do'konga yediz olib, 3 soat do'konga o'tiring, 2 soatini keling birga. Agar mardikorsiz, valaminki musofirsiz, har jokkasiz. Agar hamisha siz ko'p ishlaysiz, sahardan aqshomgacha endi nisf ro'za ishlang, shuni kamiting, ammo ro'za farzi Allohni tark qilmang. Pushaymon qilasiz. Foydasi yo'q. Agar siz bir oy yeyish uchun, hayyotlik uchun bu Ramazonni tutmadingiz, vallohiki dunyo va oxiratga sharmanda bo'lasiz. Alloh so'radi, sizni tabil olmaydi. Va aytmoqlingki, bu ro'za faqat yemashlik, ichmashlik nima foydasi bor ekan? Yo'q, ko'p foydalari bu. Alloh sizni imtihon qilib to'xtatdi.